bilmay bir gunoh qilgan bo'lsak, Alloh taolo kechirsin ha. Hammalarimizni bilib bilmay qilgan, ha, avvalin oxirin qilgan ana gunohlarimizni, ha, xatolarimizni Alloh o'zi kechirsin. Bu joylardan hammalarimiz gunohlardan forig' bo'lib, yurtga, vatanga begunoh bo'lib borishligimizni Alloh taolo hammalarimizga nasib ro'za aylasin. Payg'ambar alayhisalom mana bu muborak shaharlari, ha, tug'ilgan shaharlarni mana ziyoratlab bordik, ha. Muborak uylarini ko'rdik. Mana Qur'on nozil bo'lgan joylar, ha, Jabalul Nur, Nur tog'larini bor ziyorat qildik. Arafotlarni ziyorat qildik, ha. Ulug' joylarni ziyorat qildik. Alloh taolo qilgan ziyoratlarimizni o'zi qabul qilsin, ha. O'zi hammasini oxiratda boshlarimizga soyabon qilsin. Mana bu farzand, nevaralar, chevaralar bilan birga yana mashina kelib, go'zal ibodatlarni qilishlikda Alloh taolo hammamizga nasib ro'za aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xalqi Muhammadin va alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Mana hozir ana shu zo'rga qolgan hamma oldimi? Hojona mana olmaganlarga Alloh sizlarga nasib qilib, mana shu Qur'onda iloyim zurriyotingizdan mana shu Qur'onda o'qiydigan qorilar, furolar, hafizi kalomlar. Mana hojona. Ozgina bo'lsa ham hadiyani qabul qilasizlar. Rahmat. Mana shu Qur'onda o'qiydigan qorilar olmalar sizlar. Hojona mana o'qish sharti bilan beryapman, hojona. O'rganasiz, o'zingiz ham o'rganasiz, xudo xohlasa. Sho'rajon. Hojona siz ham bormaganmisiz? Mana men beryapman, o'rganasiz. Agar nima qilmasangiz, qarang xafa bo'laman lekin, ha? Hojona mana katta Qur'ondan beryapman. Ha? Yana kimida bittasi? Yaxshi bo'ldi. Hojona mana Qur'onni beryapman, o'zingiz ham o'rganasiz. Ha? Farzandlaringizga, nevaralarga shu Qur'onni o'qib, qori bo'lasiz. Bo'ldi, hamma oldin o'qigan hamma Qur'on bo'ldimi? O'qish sharti bilan beraman. Shuning uchun sizlardan iltimos bu Qur'onni olganlarni o'qinglar, ha. Bizni baylab tepaga osib qo'ymanglar. Harakat qilinglar, ha. Sajonalar. Shu Qur'onga amal qilinglar. Shu Qur'on sizlarga nasib qilsin. Majburiy munavvara ulug' joyda o'zi sallallohu ta'ala ala xalqi Muhammad va rasululloh. Ro'paramizda o'sha jamorat tomonidan chiqib ketyapmiz. Shuning uchun endi hammamiz hozir mana bu ulug' joyda, aziz joyda mana ziyoratlarni qildik. Hammamiz bir ozgina istig'for aytib, Alloh taolodan bir kechirim so'rab, mana bu ulug' joylarda, aziz joylarda bir ozgina xato qilgan bo'lsak, bir endi bandamizda bilib bir gunoh qilgan bo'lsak, hammamiz istig'for aytib Alloh taolodan kechirim so'ray olamiz, ha. Allohim mana ulug' joylaringda, o'zingning ulug' baytingda ozgina bir bilib bilmay beadalchilik qilgan bo'lsam, bir xato qilgan bo'lsam, bir gunoh qilgan bo'lsam, ey Allohim, meni o'zing kechirgin. Kechiruvchi zotsan. Nihoyatda gunohlarni kechirishni yaxshi ko'rar ekan Alloh taolo. Shuning uchun hammamiz Alloh taologa istig'for aytib, mana ulug' joylarda, aziz joylarda bir kechirim so'raydigan bo'lsak, Xudo xolasa Alloh taolo kechiradi. Biz kimning mehmonimiz? Allohning mehmonimiz. Mana bir 10 kun mana Allohning mehmoni bo'lib yashadik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hozirda Jidda aeroportiga yetib keldik. Ojapoq. Mana Alloh oson qilib, shukr. Mana ojapoqlarimiz bilan birgalikda mana Haj terminal. Jidda aeroportida Haj terminalida uchar ekanmiz. Mana Haj terminaliga olib keldi avtobusimiz. Mana hojilarimiz hammalari sumkalarni olishyapti. Mana Jidda aeroporti mana Alloh xolasa hoji opalar bilan, hoji akalar bilan birgalikda. O ana shu hamma olsin, sumkalarni olsin. Oldi mana Humoyun hoji o'g'limiz ham birgalikda. O ana skameykaga borasizlar. Sheringlar o'tiribdi. Sizga borasizlar. Hamma tushirib olsin.
Mana hojilarimiz Jidda aeroportda Ashga boramiz. Skameykaga borasizlar. Men hozir Zamzam olib boraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji akalarimiz bilan Zamzam suvlarni mana hojilarimizga qilyapmiz. Mana ularni birgalikda mana yordam berishyapti. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Mana Zamzam suvlarni olyapmiz. Ajib bir qatorni yuklaylik, yana keyin mana hoji onalarimizga, hoji akalarimizga Zamzamlarni yozinglar, otlaringni yozinglar, katta qilib yozinglar. Otlaringni ana shunga, to'ra tomoniga ham yozinglar. Ki Farg'onada topolmasdan Zamzamim yo'q demanglar. To'ra tomoniga ham katta qilib Farhod bo'lsa Farhod, nima bo'lsa yozinglar, shu to'ra tomoniga katta qilib, ha? Hoji onalar. Yozlaymi, ana shunday qilib yopishtiringlar bo'lmasa. Ana hoji akam boplab kelishdi, yopishtiribdi ana. Skoch serob ashita so'rasalaring. Skoch nima qilasiz? Skoch kerak emas. Yo'q, skoch kerak emas, u olib tashlaydi. Yozing bo'ldi, qilmangizga yozing. Ash terminal aeroportda. Alloh taolo hammaga nasib qilsin bu ulug' joylarga, aziz joylarga kelishni. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana Zamzam suvlarini olib kelyapmiz. Mana birgalikda hojilarimizga tarqatamiz. Shoshilmasdan bitta beringlar, ha. Kelinglar, Zamzam suv olinglar. Bitta shoshilmasdan hammaga yetadi. Bemalol Zamzam suvimiz. Ben 3 ta bering bularga. Ayshda turaylar, mana bitta berishadi mana bolalar. 3 ta bering, 3 kishisizlar, ha, hojona. 3 ta ularga qo'ying, bo'ldi. Oylar keling, Farruhbek 2 ta oling. Bering oylar. Buni hojonalarga 2 ta bering, beravering. Obdaka 3 ta olavering sizdan. Olinglar, oylarga oqib olinglar. 3 ta bu hojonaga 3 ta bering nimaga? Kamal opamga 3 ta bering. Ana hammalari zam. Oldingizda hoji akamga ham oldingiz, ha? Bo'ldi. Olinglar. Hammaga yetadi, bemalol. Mana Zamzam suvlar tarqatyapmiz. Alloh taolo safarlarimizni xayrli qilsin. Ha, korobkasi bilan.